Assalomu alaykum barchaga. Bugun bo'layotgan bulen paradida, buqalar paradidan video qo'ygandim va u joyda buqalar namoyish qilinishi haqida gapirdim va qo'limda shunaqa nima berilgan edi. 33 ta buqani mana 16 tasi va yana qolgan qismi mana 33 ta buqa namoyish qilindi. Hammasini ham ko'rishga ulgurmadik. Tanishlar bilan gaplashib nima qilib vaqt yetmaydi, uzoq davom etadi har birini tanib chiqish uchun. Lekin fermerlar tanishib chiqishdi. Shu joyda mana buqalarda asosiy qanaqa ko'rsatkichlarga e'tibor berilyapti? Mana bitta buqa misolida hozir men hammasini tushuntirib beraman sizlarga va naslchilikda nima muhim ekanligi haqida urg'u berib o'tish kerak bo'lgan joylar bor buning ichida. Demak, boshlaymiz. Bu bitta buqani o'zida qamrab olinmagan xislatlar bo'lishi mumkin naslchilikdagi. Aytaylik, mana bu buqalarda ko'rishingiz mumkin. Mana PP, PS, PP bu mana oldingi buqalarda yo'q bu, lekin mana bu yoshiga qarasanglar, mana tug'ilish payti bu 2019-yilda tug'ilgan bu. Keyin mana yoshroq buqalarda har doim ko'pida mana shunaqa PPPS ketgan bular. Demak, shulardan qochirilgan sigirlar bolalari shoxsiz tug'iladigan sigirlar yoki mana PS deydi, shox chiqadi-yu bir tugmaday bo'lib qoladi. Katta shox o'sib chiqmaydi. Lekin bu oldingiroq avlodlarda e'tibor qilsanglar, bunaqa narsa yo'q. Bular shoxlik tug'iladi bularning buzoqlari. Xo'sh, bitta ketma-ketlikda demak tushuntirib o'taman hozir sizlarga va umumiy xulosa kelib chiqadi. Foydali bo'lishini istasangiz, tanishlaringizga jo'natib qo'ying bu videoni. Ko'pchilikka manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Va O'zbekistonda ham naslchilik rivojlantirish agar niyatimiz bo'lsa, shunaqa narsalarni biz O'zbekistonda amalga oshirsakkina, demak naslchilik rivojlanar ekan degan xulosani ko'pchilik tushuntirmoqchiman. Boshladik. Demak, mana bu buqani nomi, ya'ni ismi deylik. Ismi. Mana bu joyda Gesamtzuchtwirt deydi. Gesamtzuchtwirt deganda umumiy naslchilik ko'rsatkichlari deyiladi. Buni mana shuncha ko'rsatkichlarni umumiysini o'rtachasi olinganda mana shunaqa kelib chiqadi. Mana shu 118. Aslida bularning o'rtachasi mana 100 populyatsiya o'rtachasi deyilyapti. Aslida o'rtachasi 100 bo'ladi. 100 dan baland qancha yuqori bo'lsa, shuncha yaxshi hisoblanadi. Mana 130, 125, pastda mana 141liklari bor. 139. Bular juda yuqori, juda zo'r degani. Bular ham yomon emas. O'zi 100 dan oshgani hammasi yaxshi. Mana bu foizda 97% deyilgani shu 118% deb o'rtachasi belgilangandagi 100% hisobda 97% ishonchli shu ma'lumot degan ma'noda keltiriladi bu foizlar. Mana bularda ishonchlilik pastroq. Hammasida har xil ketadi. Keyingisi. Mana bu quloq markasi. Bizda quloq markalari uriladi-ku, sariq bo'ladi va raqamlar yozilgan bo'ladi. Bu xuddi bir hayvonning pasportiday Germaniya bo'yicha ayni mana shu raqamda, mana shu nimada shu buqadan boshqa ayni shu raqam berilmagan, ayni holatda. Keyin mana bu MV deganda Milchwert deydi. Bularda har bir mana shu ko'rsatkichlar har biri 100 o'rtacha hisoblanadi va 100 dan oshgani yaxshi, 100 dan pasaygani yomon hisoblanadi. Demak, shunaqa holat. Mana Milchwert deganda 119 deyapti, ya'ni sutliligi yuqori sanaladi bunda. Mana bunda Flashwert deydi, ya'ni go'shtdorligi kam, sutdorligi baland. Bular Flashwert deganda go'shtdorlik bu. Go'shtdorligi past, lekin gavda katta bunda. Va hali gavda haqida mana bu joyda yozilgan ramen deydi. Baland bo'ylik, katta gavdalik bo'ladi. Masalan, Golsteynlarda bilsanglar, bo'y uzun, keng, lekin go'shtdorlik kam bo'ladi, suyakdorlik ko'p bo'ladi. Xuddi shunga o'xshab
Mana bu ham 100 dan hisoblanganda 88 go'shtdorligi past hisoblanadi. Fitness deyiladi. Mana fit deydi. O'rtachasi 100, fitness deganda sog'lomliligi, umumiy yashash davomida ko'p kasallikka chalinish, chalinmasliklari, shunaqa narsalar tekshirilgan va 106 baho berilgan. Endi nafaqat hayvonga, balki odamlarga ham muhim joyini tushuntiraman bitta. Ayni mana shu joyda masalan, ayni mana shu Himmel buqasini otasi Horli degan nimadan kelyapti? Mana Vater va Muttervater deyapti. Ya'ni ona tomoni nasl uchun e'tiborga olinayotgan jihati nima? Onasining otasi kimligi muhim. Tushunyapsizlar-a? Ya'ni o'sha men o'ylayman o'sha nasliga qarash kerak deydi-ku. Demak, o'sha umumiy agar naslga e'tibor qilinadigan bo'lsa, ona tomonga emas, onani otalari kimligi muhim ekan degan narsa kelib chiqyapti mana shu joyda mana. Vater bor, ota bor va buni mana shu Himmelni dunyoga keltirgan sigirni otasi kim ekanligi rol o'ynayapti. Ayni naslchilikda faqat shu narsa o'ynayapti. Sutdorlik, hamma narsaga faqatgina ota e'tiborga olinyapti. U aytaylik sog'lomlik, shoxsiz shoxlik tug'ilishi, hamma narsani belgilab berayotgan faqat mana shu ota bo'lyapti. Ona tomonidan esa onaning otasi muhim bo'lyapti. Keyingisi mana milkmenga kilogramm deyapti. Demak, plus 1155 litr hisobda beriladi yoki kilogramm hisobda plus bo'lyapti. O'zi o'rtachada 9000 hisoblanadi. O'rtachada 9000 hisoblanadi bir laktatsiya. Va ayni mana shunda o'rtachadan shunchalik oshib ketadi bir laktatsiya davrida. Ya'ni 9000 sut bergan sigir yaxshi natija ko'rsatdi deb hisoblanadi, lekin bunda 10155 kilogramm bo'lib ketadi 305 kun laktatsiya davrida. Bu nimani hisobiga bunaqa baland desanglar, keyingi qismlarida ayni mana shu narsaga to'xtalamiz. Mana F foizda deyapti. Fat, ya'ni sutni yog'liligi minus bo'lyapti bu sigirda mana. O'rtacha yog'lilik sigirlarda 4.2% deb hisoblanadi va bunda minus 0.30 bo'lyapti. Ya'ni 4.20 emasda 3.90% yog'lilik bo'lyapti. Ya'ni yog'liligi pasayyapti. Nimani hisobiga? Sut miqdori mana shunaqa ko'p bo'lishini hisobiga. Xuddi shunday keyingisida oqsil miqdori, sutdagi oqsil miqdori ham minusda turibdi. Oqsil miqdori ham 3.50% hisoblanadi. 0.09 ajralgandan keyin 3.41% ayni mana shu buqani qizlaridan ya'ni tug'iladigan g'unajinlar sutdorligi yuqori bo'ladi, lekin yog' masalasida va oqsil masalasida sut ko'rsatkichlari sal pastroq bo'ladi. Demak, bu tomon yaxshi bo'lsa, bu yog'i tushib ketadi. Ayrim sigirlarda bilsanglar, sut miqdori kam, lekin qaymog'i qattiq bo'ladi. Suti quyuqday bo'ladi. Mazasi ham boshqacha bo'ladi. Keyingisi, mana bu ayni shu buqani seleksiyasi bilan shug'ullangan odam, aytaylik, buni parvarishlab voyaga yetgunicha to'liq buni ko'rsatkichlarini baholab, hamma tomonlama yetishtirib olib kelgan kishi mana shu egasi ham inobatga olingan, yozib qo'yilibdi. Mana bu KVP 98 deyilgan. Bu nima? Kalbverlauf paternal. Ya'ni ayni shu Himmel buqasidan urug'lantirilgan sigirlarda buzoqning tug'ilishi yengil yoki og'ir kechishi ham, demak, statistikasi yuritilgan. Ayni mana shu joyda ko'rish mumkin. Shunga qarab, masalan, g'unajinlarga birinchi qochirishlarda agar katta buqa bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa katta buqalar bo'ladigan bo'lsa, bundan chekinishadi fermerlar. Sababi g'unajinlar tug'ilmasdan katta jarohatlar orttirib oladi yoki ba'zi holatlarda operatsiya bo'ladi. Ya'ni hayot uchun xavfli.
2 yil boqqan g'unajinini tug'olmaslik sababidan yo'qotib qo'yishi mumkin, ya'ni so'yilib ketishi mumkin yoki o'lib qolishi mumkin yoki buzog'i o'ladi. Xullas, muammolik bo'ladi. Faqat yoshi katta sigirlarga qo'ysa to'g'ri bo'ladi bunaqa buqalarni. Keyingisi mana ramen degani bu tana kattaligi. Bunda masalan tana kattaligini boya aytdik 100 bo'ladigan bo'lsa, bunda 122 juda katta, buzoqlari ham katta tug'iladi buni. Shuni e'tiborga olib, g'unajinlarga qo'yilmaydi bular umuman. Keyingisi beken deydi. Tos kattaligi o'rtacha, ya'ni me'yordan ham sal oshiq kerak bo'lsa. Keyin fundament deganda biz ham bilamiz, o'sha poydevor, tuyoqlarining mustahkamligi, ya'ni fundament deganda tuyoq nazarda tutiladi. Bu ham 100 deb oladigan bo'lsak o'rtachadan yuqori, ya'ni tuyoqlar sog'lomligi. Bu ham mana bu joyda fitness degan joyini ko'ruvdik-ku mana. Fitnessda yuqoridan sog'lomlik juda yaxshi edi bu buqada. Xuddi keyingisi mana degani oyter, ya'ni yelin tuzilishi. Mana bu joyga qaytamiz yana. Sut miqdori ko'pligini aytuvdik boya. Bu nimani hisobiga? Ayni mana shu buqada keladigan, bundan tug'iladigan g'unajinlarni yelini juda tuzilishi jihatidan chiroyli, keng va tartibli joylashgan yelin so'rg'ichlari bo'ladi va yelin katta bo'ladi va yelin sog'lom bo'ladi. Kasalliklar deganda kasallikka chalinavermaydigan g'unajinlar tug'iladi bu buqadan demoqchi. Ya'ni 100 o'rtacha bo'ladigan bo'lsa, bunda 134 o'rtachadan ancha yuqori ko'rsatkich. Xullas, bitta buqa haqida naslchilik kompaniyasi bilish kerak bo'lgan narsa, urg'u berish kerak bo'lgan narsalar mana shuncha va biz yana ham hozir yildan yilga o'zgarib borayotgan narsalar bor bu joyda. Masalan, faqatgina hozir ko'rsataman. Mana shu ko'rsatkichni o'zi mana 98, 106, 107, ya'ni g'unajinlarni mana qaranglar. O'rtachadan past degani bular bolasi katta tug'iladi degani. Mana o'rtachadan past. Mana bular qanchalik yuqori bo'lsa, ya'ni buzoqlar yengil tug'ilishi nazarda tutiladi. 100 dan qanchalik baland bo'lsa, shunchalik oson tug'iladi mana. 109, 190 shular hammasini g'unajinlarga qo'ysa bo'ladi. Mana bu aytganimizdek bu PP'lar nima? Shoxsiz tug'iladiganlar. Videoni haqiqatda qiziqadigan tanishlarga jo'natib qo'ying. Video hajmi juda kattarib ketdi. Haqiqiy bu sohaga qiziqadiganlar uchun katta bo'lsa ham bu videoni oldim. Erinmasdan bittalab tarjimalarni yozib chiqib ko'rsatdim. Sabab nima? O'sha foydali bo'lsin deb, ko'pchilikka yetib borsin, manfaatli bo'lsin deb qilindi bu ish. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Kuzatishda davom eting bizni.